Tinchlikmi? Nima bo'pti? Askarkalarni qarayolmay kamchi qo'y. Sherik ziyod ekan boya molab tushib ketdilar. Menga hisobini bering dedim, aralashmadi, qayda yubordilar. Kassadan pul olib ketdilar. Men ham hisobini bermayaptilar. Ertaga nasrani olinglardan o'tirib qolmang. Hisob-kitobga men javob bermayman. Ha, nima bo'ldi? Men haq bo'lib chiqdimmi yana? Ha? 1000 marta aytganman, shu ziyodni yig'ishtiring deganman. Yo'q, u meni jigarim, meni jon do'stim, qon do'stim, bir baloli. U sherik choyxonada bo'ladi, ovqat yeyotganda. Bitta gapni unutmang. Sherikchilik oshi it topmaydi. Saralashma. Ana o'zi ham kelyapti. O'tirib tur. Ziyod. O'rtoq, do'kon kelib qolganing yaxshi bo'ldi. Yoningda $100 ham berib tur. Bor, tinchlikmi? Esingda bo'lsa, shu parket do'konni ochayotganimizda bir-birimizga va'da bergan edik. Hali ishimiz zo'r bo'lib ketsa, xayr ishlarni ko'p qilamiz. Mahallamizda yangi qurilayotgan masjidga mahsulotlarning sifatli bo'lganiga uligam to'g'ri ketdi. Sanga yetmasdan ehson qilib anikini olib borib berdim. Hozir sendan olgan $100 ham abetiga bu narsa yegulik olib borib beraman deb o'tirdim. Zo'r qilibsan o'rtoq. Sen bu gapni eshitib men ham xursand bo'ldim. O'rtoqlar, biznesda pul yurg'izmaydi, ishonch yurg'izadi. Ishonch yo'q joyda sherikchilik ham yo'q. Shu videoni sherigingizga jo'natib qo'yishingizdan chiqmasin. Salomat bo'linglar. Like, kommentariy esingizdan chiqmasin. Sog' bo'lamiz.